Assalomu alaykum azizlar. Bugungi darsda Word dasturi hujjatini chetiga ramka hosil qilishni ko'rsatib o'taman. Buning uchun dizayn bo'limiga kiramiz va bu yerdan granitsa stranitsaga kiramiz. Mana oyna ochildi shunday. Mana bu chetiga, chapki chet tarafiga ramkalar bor. Bittasini tanlaymiz. Mana shuni tanladik va mana bu yerga chiqardi. Endi buni ikkita chiziqlik qilsak ham bo'ladi. Mana qalinlashtirsak ham bo'ladi mana bu yerdan. Va rangini qizil, sariq, har xil ranglar bilan bezatsak bo'ladi. Mana okeyni bosamiz. Mana azizlar, qizil ramka hosil bo'ldi hujjatimizga. Agar qora kerak bo'lsa, yana shu granitsaga kiramiz va svet degan joydan qorani bosamiz. Va okey. Mana azizlar, qora bo'ldi. Har xil naqshli, bezakli ramkalar kerak bo'lsa, mana bu joydan har xil yulduzchalar bor. Yulduzcha qilamizmi? Yurakcha qilaylik mayli. Mana yurakcha bo'ldi bu. Har xil ramkalarni tanlab qo'yishingiz mumkin. Agar sizga ramka kerak bo'lmasa, yana granitsa stranitsaga kirib, buni netdan olib tashlashingiz mumkin. Netni bosib, okeyni bossangiz, ramkalar yo'qoladi. Azizlar, videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.